Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan yana yuz ko'rishib turganimdan juda ham xursandman. Bugungi darsimiz Excel'da 40 dars. Juda ham ajoyib, nima deydi? Yubileyniy darsimiz ekan biz, yubiley darsimiz 40-si va shuning uchun sizlarga juda ham qiziq bo'lgan Excel'dagi adashmasam 30 ta tezkor tugmani ko'rsatib bermoqchiman. Xo'p, bularni o'rganib chiqamiz ketma-ketlikda. Hozir men uchun alohida sayti bor. Mhm. Mana ofis paketini ichida bo'yicha alohida video chiqargan edim. Ofisga alohida va mana Excel'ga alohida qilingan va bu 29tami 30tami chiqdi sanaganimda. Bularni hozir bitta bitta ko'rib chiqamiz. Bundan oldin sizlarga Telegramga kirasizlar. Poyezd qismiga kirib mana qattiq X bilan Bahodirjon ostki chiziqcha Mullajonov deb qidirasizlar. Albatta shu Telegram kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlar uchun foydali bilimlar sizga berib boriladi. Xo'p, endi menga bitta Excel fayli kerak bo'ladi. Istalgan bitta Excel fayli kirib olaman. Mana ma'lumotlar strukturasi degan fayl bor ekan. Shuni ichida tezkor tugmalarni ishlatib ko'rsatamiz. Birinchisi F2 tugmasi. F2 tugmasida izmenить выбранные yacheyka. Belgilangan hududda yachekani o'zgartirish deyapti. Ya'ni men masalan 300 ming deb yozilgan yacheykaga F2 ni bosib ko'raman. Tak, nima o'zgaryapti? Mana bu oraliq ko'rinib turgan boshlarni mana bular ko'rsatar ekan holatda formulasini ko'rsatar ekan ichiga kirsa. Da, ichki настройкani ko'rish. Aa, Yachekani to'liq ko'rish ekan ichki qismida nima borligini. Formula yozilgan bo'lsa formula, oraliqlar qo'yilgan bo'lsa oraliqlar hammasini ko'rsatar ekan F2 yachekasi. Keyingi tezkor tugma F7. F7 ortografический tekshiruvga berish. Ya'ni men bu yachekaga F7 dan bosaman. Bunda mana sof foyda degan so'zga tekshiruv ketdi va bu aslida unaqa so'z yo'q. Sofa, sofi qilib ingliz tiliga ortografический tekshiryapti inglizchaga. Mana bitta boshqa tillar o'zgartirishingiz mumkin. Nemetskiy, ukrainskiy, ruskiy albatta lotincha bo'lgani uchun boshqa tillarga ham bemalol tekshirib ko'rishingiz mumkin. Menimcha unchalik kerak bo'ladigan funksiya deb o'ylamayman buni. Agar inglizchada, ruschada hujjatlar tayyorlasangiz to'g'ri kerak bo'lishi mumkin, lekin o'zbekchada unchalik ishlashi to'g'ri ishlab bermaydi. Endi F11. F11 tezkor tugmasi master diagrammani ochish. Xo'p, Excelga o'tamiz. F11 bosamiz. Tak, manba cheka. F11 mana. Bu avtomatik mana shuncha katta jadvalimni diagrammalarda ko'rsatyapti. Alohida listdan tashqari diagramma degan sheet ochdi. Alohida buni diagrammasini ko'rsatib beryapti. Ajoyib. Уже tayyorlab ochib ham qo'ydi. Juda zo'r funksiya ekan. Master diagramma. Keyin F12 сохранить как buni hamma bilsa kerak. F12 tugmasini Excel'da bossanglar, сохранить как ya'ni saqlash chiqadi va bu joydan siz fayl qattaligini, fayl nomlarini o'zgartirgan holatda bemalol сохранить qilib saqlab olsangiz bo'ladi. Yoki faylni ustiga qayta saqlash ham mumkin. Keyingi tugmamiz kontrollar. Bu endi kontrol tugmalari ko'pchilik biladi buni va bu yerda kelarkan bularni ham ko'rib o'tamiz. Kontrollar hamma yachekadagi hamma yachekalarni belgilash mana. Masalan, jadvalchiga bitta bosib turib kontrollarni bossiz, jadval to'liq belgilanadi. Yoki jadvaldan tashqarini bosib kontrollarni bossiz, to'liq mana shu shit anaqadagi shitdagi hamma narsa belgilanadi kontrollarda. Keyingi tezkor tugmamiz Ctrl C, Ctrl X, Ctrl V. Uchalasini bitta tushuntirib ketaman. Ctrl C bu copy, masalan 2288 ming degan yachekaga Ctrl C deb bossiz bu copy bo'ladi. Mana istalgan boshqa yachekaga bosib, Ctrl V deb bossiz shu ma'lumotingiz kopiya bo'lib tushadi. Bu yerda formula bor ekan. Aynan yozilgan bo'lsa mana 2960 ming Ctrl V qilsangiz o'zi tushadi. Mana bu nima nolib qoldi desanglar, bu yerda 3 ta yachekani qo'shyapti. Boshqa 7 ta ma'lumot kelyapti formuladan.
Mana Ctrl C Ctrl V da tushdi. Endi Ctrl X Ctrl V bor. Ya'ni Ctrl C copy eskisi qolib, kopiyasi tushsa, Ctrl X da qaychida qiyib olasiz, eskisi qolmaydi. Joyi o'zgaradi, vstavить bo'ladi. Ya'ni mana bunga virezatni bossanglar mana qaychida qiyib olinadi va mana bu yerga Ctrl V da bossangiz, endi mana bu yacheka bo'shab qoladi. Va shu yachekadagi ma'lumot bu yoqqa o'tadi Ctrl V da. Farqi Ctrl C Ctrl V copy paste, Ctrl X Ctrl V qiyib turib joyini ko'chirib olish. Bizda keyingi tezkor tugma Ctrl V. Ctrl V bu adashmasam bufer obmeni oynasi bo'lishi kerak edi. Yo'q, uzr. Ctrl V deyman. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Uzr, adashibman. Ctrl C Ctrl X da paste bu. Ctrl Z. Ctrl Z ishni orqaga qaytarish. Masalan, nimadir xato yozib, mana yacheka to'ldirib ketyapsiz, oxirgi 3 ta qilgan ishingiz xato. Ctrl Z deb bossangiz, ishingiz orqaga bir qadam qaytadi. Keyin yana Ctrl Z, yana qaytish, yana qaytish. Mana Ctrl Z da qadamma-qadam mana bu tepadagi knopka bu. Shuni klaviaturada Ctrl Z qilib ortga qaytib borsangiz ham bo'ladi. Ctrl Y bo'lsa, shunda oldinga qaytish mana qadamlarda mana oldin qilgan, ortga ketib qolgan ishlaringizni Ctrl Z da qaytayotgan bo'lsangiz, Ctrl Y da oldinga ham yurish mumkin. Xo'p. Keyin Ctrl P. Ctrl B bu pechat dokument. Ya'ni mashina printerdan chiqarish kerak bo'lsa, Ctrl bosib P ni bir marta bossanglar, mana pechat qismi o'tadi, printer mana pechat kelsangiz printerga ketadi. Mana shu joydan qo'shimcha nastroyat qilish ham mumkin Excelda. Aniq faylingizni. Keyingi tugma, keyingi tezkor tugmamiz Shift F3. Upgrade okno vstavки deyapti. Shiftni bosib F3 ni bossak, mana alohida funksiyalar vstavka qilish, ya'ni formulalar shu yerda chiqarib berar ekan. Mana hamma formulalar oynasini Shift F3 da ochib olsak bo'lar ekan. Juda ham yaxshi. Keyingisi Shift F5 90 zaminit oynasi. Ya'ni mana Ctrl H oynasi bor bizda, Ctrl yumshoq H. Shu Shift F5 da ham ishlar ekan. Men Ctrl H da ishlatardim. Shift F5 da ham bor ekan bu ham. Keyingisi Ctrl Space, Shift Space. Mana shu ikkalasi juda ham zo'r funksiyalar. Ctrl mana bu joyga qo'yib turib Ctrl Space ni bossangiz, mana bu bitta ustun to'liq belgilanadi. Mana shu yerda turgan holda Shift probelni bossangiz, Shift Space bitta ustun belgilanadi. Ya'ni sizga qator ustun kerak bo'lsa Ctrl probel, qator kerak bo'lsa Shift probelni bosasizlar mana. Ustun va qatorlarni tezkor belgilab olish. Endi mana bu yerda Ctrl Shift nuqta virgulda hozirgi vaqtni qo'yish deyapti. Ya'ni belgilab Ctrl Shift nuqta virgul qo'ysa 15:39 vaqt qo'yildi mana. Shunda yana bittasi bor, men sizlarga o'rgataman. Shiftsiz ishlatsanglar, masalan, Ctrl Shift nuqta virgul emas, Ctrl nuqta virgulda bossanglar, mana sana ham qo'yiladi, hozirgi sana. Ctrl Shift nuqta virgulda soat qo'yiladi. Nuqta virgul deyotganim L da, ya'ni L da o'ng tarafda turgan knopka. Ikkita nuqta turadi bunda. Mana shunday qilib joriy soat va joriy vaqt sanani qo'yib olsanglar bo'ladi. Bizda keyingi tugma Ctrl, mana bu ham bor ekan, uni tushuntirganim. Endi Ctrl K gipersilka oynasini ochish. Ctrl K da bossanglar, mana silka, gipersilka, ya'ni link qo'yish oynasi bor, maxsus katta oyna, Ctrl K da ochilar ekan. Endi Ctrl 1-2lar jирный kursivlar bo'lar ekan, B, I, U larda. Xo'p. Mayli, masalan mana Ctrl B yozuvni jирный qilish, Ctrl K, yo'q, Ctrl K emas, Ctrl I yozuvni og'ma qilish va Ctrl U mana подчеркнуть yozuvni ostiga chiziq tushirish. Buni deyarli hamma bilsa kerak. Shuni boshqacha holatda ham kelar ekan. Ya'ni Ctrl sonlarda ham kelar ekan. Ya'ni Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 2, Ctrl 3, Ctrl 2da boya Ctrl B daqa, Ctrl 2da jирный bo'lar ekan, Ctrl 2, 3da og'ma bo'lar ekan, Ctrl I daqa va Ctrl 4da
ostiga подчеркнутый bo'lar ekan. Ctrl Ydaqa. Ko'rasizmi? Harflardan tashqari sonlar bilan ham mana bu amallarni amalga oshirish mumkin ekan, bajarish. Ajoyib. Endi Ctrl 4 va Ctrl 5 ham bor ekan. Bunda подчеркнуть выделение test Ctrl 4 подчеркнуть bir xil kontrol bilan ostki chiziq. Ctrl 5 bo'lsa zachеркивание deyapti, hozir ko'ramiz. Ctrl 5 qilsak, ha, mana bu yozuvni ustiga chizib beradi. Yachekani ustiga chizadi. Bular funksiyasi ham bor ekan. Keyin alohida formatlar bilan ishlaydigan nam bor, ya'ni yacheyka formatlarini o'zgartirish. Bu ham tezkor tugmalar bilan ishlatasiz yoki mana tepada настройкада ham bor, mana числовой, денежный, финансовый, время, vaqtlar protsentniy qilish mumkin. Shuni tezkor tugmalari ham bor ekan. Masalan, mana числовойda turibdi. Siz shuni Ctrl Shift 4 deb bossanglar, mana denejniga o'tib qolyapti. Keyingisi Ctrl Shift 5 da protsentniga o'tib qolyapti. Ctrl Shift 6 da eksponensionalniy ham bor ekan. Mana bunaqa e'lar bilan sonlarni qisqartirib yozishman. Eksponensialniy, protsentniy va denejniy yacheyka formatlarini o'zgartirish ekan. Ctrl Shift 5, Ctrl Shift 4, Ctrl Shift 6. Ctrl Shift 2 ham bor ekan. Bu vaqt formatiga o'tkazish deyapti. Ctrl Shift 2 ni bossak, mana bunaqa soatga aylanib qoldi. Bunaqa qilsak ham yacheyka formatini o'zgartirsak bo'lar ekan. Xo'p, bugun o'rgatmoqchi bo'lgan sizlarga 30 ta tezkor tugmam shulardan iborat edi Excel'dagi. Menimcha sizlar uchun foydali bo'ldi. Fikringlar bo'lsa yozib ketinglar. O'zinglar bilgan boshqa tezkor tugmalarni ham yozib ketishingiz mumkin kommentga. Boshqalarga bilim bo'ladi, ular ham kommentdan o'rganishi mumkin. Video boshida tavsiya qilgan Telegram kanalimga obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Videoni oxirigacha ko'rganlar uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.